O'zbekiston metallurgiyasi katta salohiyatga ega, ammo bu salohiyat hali to'liq ishlayaptimi? Savol ochiq. Bugun Toshkentda o'tayotgan Metallurgiya uyushmasining yillik yig'ilishi aynan shu savollarga javob izlaydi. Chunki tarmoqda ishlab chiqarish bor, lekin chuqur qayta ishlash kam. Bozor bor, lekin raqobat kuchli. Xomashyo yetarli, lekin texnologiya hamma joyda bir xil emas. Yangi tashkil etilgan uyushma metallurgiya sohasining davlat va biznes o'rtasida muloqot bo'shlig'ini to'ldirishni maqsad qilgan. Qolaversa, shu sohada faoliyat yurituvchilarning manfaatlarini faol ilgari surish, ularni bir maydonga birlashtirish uyushmaning asosiy vazifasidir. Bu kabi yig'ilishlarda esa o'tgan yil natijalari bilan birga tizimli muammolar va ularning yechimini muhokama qilish asosiy masala bo'lishi lozim. Biz mana shu tadbir orqali ko'plab insonlarni, davlatimizda metallurgiya sohasida faoliyat olib borayotgan insonlarga yangicha bir yondashuv, o'zaro networking, ularga zamon talabiga xos bo'lgan yangiliklar, texnologiyalar va shu ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchimiz. 2026-yil biz uchun juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladigan yil bo'ladi, sababi bizning uyushmamiz a'zolarini davrasi yanada kengaymoqda. Xudo xolasa biz o'ylaymizki, kelgusida birgalikda O'zbekiston metall mahsulotlarini dunyo bozoriga olib chiqish bo'yicha alohida strategik rejani qo'yamiz. Kelgusida xudo xolasa biz O'zbekiston metallurgiya uyushmasini chet elda alohida vakolatxonalarni ochib, O'zbekiston mahsulotlarini chet elga eksport qilishni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Dunyoda metallurgiya sanoati tez o'zgaryapti. Xitoy, Eron va Rossiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, sohada faqat ishlab chiqarish emas, texnologiya, standart va boshqaruv ham muhim. Biz o'tgan yilning avgust oyida ikkala assotsiatsiya o'rtasida hamkorlik memorandumlarini imzoladik. Sentyabr oyida esa Xitoyning asosiy po'lat korxonalaridan biri va O'zbekistonning po'lat zavodi bilan ikki tomonlama almashinuvni tashkil etdik. Ayta olamizki, 2 yildan ortiq vaqt ichida sezilarli hamkorlik natijalari qo'lga kiritildi. Men bu galgi safarim davomida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Xitoy korxonalariga, jumladan Xitoy elchixonasi va Toshkentdagi savdo vakolatxonalariga tashrif buyurib, Xitoy korxonalarining ishlab chiqarish va biznes faoliyati bilan yaqindan tanishaman. O'zbekiston bozorining salohiyatini o'rganaman. Bugungi yig'ilish muammolarni birdan hal qilmaydi, ammo ularni ochiq tan olish o'zgarish sari birinchi qadam. Metallurgiya faqat metall yoki po'lat emas, bu iqtisodiyotning qanchalik rivojlanganini ko'rsatuvchi asosiy sohadir.